Sizlarga bitta sirni ochaman, qaranglar do'stlar. Mana uni shuni bu tomonga buraysizlar. Bunday qilsalar aqa bo'ladi, yana bunday qiladigan bo'lsa qatiradi. Bu nima deganlar uchun do'stlar, lista gipti, ya'ni asosiy miya hisoblanadi. Mana shu orqali hamma boshqasalar ham bo'ladi. Buni xohlagan tomonlarga o'zingizga mos qilsalar ham bo'ladi. Bitta mana shuni aqa-baqa qilsalar ham bo'ldi do'stlar. Bunaqasini hali hech kim bilmaydi do'stlar. Ko'rib turgan brendlaring do'stlar, eng kichkinasi 7,5 ming dollardan boshlanadi. O'zbekistonda trendda bo'ladi. Stenfein brendi do'stlar 15 yildan beri akalarimiz mashina stanovlar bo'yicha shug'ullanish ekan. Narxi keladigan bo'lsa 17,5 ming dollar suv tekin narxlarda. Bitta bu stanov, undan tashqari lazerli stanov sotib oladigan bo'lsa 3,5 ming dollarlik do'stlar. Uchtasi bittada bo'layotgan, ya'ni svarka list apparatimiz shunday bonus sifatida qo'shib berishadigan do'stlar. Buni narxi keladigan bo'lsa paytida 32 ming dollar sotiladi, lekin biz kanaldan ko'rdim deydigan bo'lsa, bor yo'g'i 29,5 ming dollarga qilib berishadi. Dastlabkasi o'rgatib qo'yish ichida, faqatgina dastlabkasi kelishingan holatda do'stlar, o'rgatib qo'yish ichida, uzr so'rayman. Narxi 29,5 ming dollar. Paytida 32 ming 33 ming sotilgan. Biz hozirgi kunda Stanka House, ya'ni Toshkentda birinchi qo'l optim sotiladigan joydamiz.